komplekt holda motoblok xarid qilib olaman degan kanalchi endilikda agroservis do'konida yangi komplekt holatdagi motoblogimiz tayyor bo'ldi. U holda buni qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Bu motoblogimiz 7 oz kuchli bo'ladi. Eng baquvvatlaridan biri benzin baklari 5 litrli bo'lsa, yoqilg'i turib benzin yurishlar zavodnoqa yangi tortga yurib keta oladi. Satrda emas, g'ozda ham maslinli qilib ishlangan bu traktor chekamiz juda ham yaxshi bo'la oladi. Undan tashqari balonlar juda ham kattakon qilib ishlangan. 410 balondan biri. Bu eng katta balonlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari rullar juda ham uzun. Bemalol aravada o'tirib ketayotganingizda ham yeta olasiz. O'chirib yoqish bitta knopka orqali. Agar bu qo'lingizdan chiqib ketsa, tamom. Oldiga ikkitasi orqali, bittasi ko'rmay jihozlangan bo'lib hisoblanadi. Xo'p, uka motoblogingda nimasi bor? degan kanalchi. Bir frezalar bor, komplektda 4 qatordan bir qatori bo'linadigan bu hisoblanadi. Xo'p, uka men shunday arava hamma komplekt holatda xarid qilib olaman degan kanalchi. Hozir aravasini bitta qisqacha tanishtirib o'tib ketamiz. Aravamiz 1 tonna yuk ko'targan aravalardan biri hisoblanadi. Ishlarga ko'rishlar mumkin, juda ham keng qilib ishlangan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bemalol 1 tonna yukingizni ko'tara oladi. Metro, shag'al nima asosangiz ko'tarib bera oladi. Konteyner disklardan foydalangan ular ko'rishlar mumkin. Hech qachon tushib yoki qirilib ketishi mumkin emas. Balonlar katta Damas balonlar foydalangan. Undan tashqari o'tirish joyingiz taxtadan bo'ladi. Oyoq qo'yish joyingiz ham taxtadan hisoblanib beriladi. Taxtadan bo'lgan sababi sovuq bo'lsa, hech qachon sizga sovuq ta'sir qilmaydi. Undan tashqari dishlar universal aylanma dishlar hisoblanadi. Motoblog ag'anib ketgan, arava ag'anib ketgan motoblog hech qachon ag'anib tura oladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shunda ham motoblog ag'anamayapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Aravani bemalol yotqizib qo'ydik. Hech qachon ag'anamay qolaveradi. Chunki sababi mana shu ko'rib turgan dishlar aylanma dishlar bo'lib hisoblanib keladi. Kimga shu 1 tonna ko'targan aravasi oldiga 7 toshli motoblog va undan frezasi qiziq o'tsa, ekran pastda nomer bor. O'shaga bemalol qilib chiqishlaringiz mumkin. Undan tashqari buni o'sha komplektni narxi har xil aytyapmiz. Kesalarning narxlaridan osuncha tushib ko'rsatib beramiz. Manzilni aytib o'tamiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni Optnaskarning birinchi qo'l bazasi agroservis bo'ladi. Bundan keyin qiziqroq video o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.